Yaxshimizlar do'stlar, bugun biz birlikda tovoqlarimizning yarshig'i, ko'ngil sog'imizning oldi bo'lib kelayotgan yeyishlik samboz qilishni olib keldim. Itli suli intayin oddiy bo'lib birlikda o'zingizlar o'rganalaysizlar. Avval o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq un tayyorlab olgandan keyin oz miqdorda tuz, bir shiktal tuxum chiqib, ilmon suvda xamirimizni bir push bo'lib olamiz. Ya'ni videoda ko'rsatilgandek holatga kelgandan keyin suv maydan azroq qo'yib, lag'man xamirni chingroq qilib xamir yog'irib olamiz. Yana videoda ko'rsatilgandek mushta xamirimiz siliq holatga kelgandan keyin xamirimizning ustini yepib, buni tindirish uchun qo'yib qo'yamiz. Bu arliqda qiymamizga tayyorlab qilsak bo'ladi. Hamda qiymaga ketarli materiallar bo'lsa, o'zimizning yaxshi ko'rish bo'yicha kalgushi yo qo'y go'shtininki qarayalardan tanlab ushshaq holatda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Uningdan boshqa ko'ktatlardan ko'rganinglardek piyoz, sabza, qizilloz, ko'klozlarni ushshaq qilib to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ladi. Ko'rib mushaygacha kepsizlar meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutib qolmanglar. Buningdan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zlaringizga sunish uchun izchil turda terishma. Hamda qazimizga oz miqdorda moy qo'yib, moy qizgandan keyin go'shtimizni silib, go'shtimizni toz bir qizarg'ich qo'rib olamiz. Keyindan tayyorlab olgan piyozni silib, piyozning purqi chiqish biroq qo'rib olgandan keyin oz miqdorda tuz, azroq chanyo qo'yib buni bir aralashtirib olamiz. Keyindan tamtid qo'llarimizdan oz miqdorda kova uchun uni, oqmush, qarmuz, zirlarni silib buni bir aralashtirib olgandan keyin tayyorlab olgan sabzini silib, sabzini chala holatda bir pishqich qo'rib olamiz. Hamda sabzimiz biroq qurib pishgan bo'lsa, bunga tayyorlab olgan qizil ko'klozlarimizni silib, 2 minut tarafida aralashtirib olgandan keyin tuz damin etib taqsimiz usva saqlab bo'ladi. Buning suv qo'ymaymiz, mushta quruq holatda suz o'tni qo'rib tayyor qilib olamiz. Hamda tayyor bo'lgan xamirimiz ambalik elib, videoda ko'rsatilganda ushshaq holat kesib tayyor qilib olgandan keyin qo'limizni echib tayyor qilib olamiz do'stlar. Agar echishni avarchilik ko'rsanglar, bojo'z silsini tayyor agirsanglar bo'ladi, lekin uyda ma'qul usulda yo'g'irib olsanglar taxim yeyishlik bo'ladi. Mana ko'rganinglardek echib tayyor qilib olgan xamirimizning arsiga bayatdan qo'rib tayyor qilib olgan qiymamizni ilib, cho'risini yemlayotgandan keyin qiyiqchilarda chiroyli kesib tayyor qilib olamiz. Ya'ni xamirimizning hammasi mushkul usulda tugib tayyor qilib olgandan keyin qaznimizga chilashqich moy qo'yib, moy qizgandan keyin sambozimizni silib, asti-usti qizarg'icha mushu suz o'tni pishirib olamiz. Ya'ni videoda ko'rsatilgandek chiroyli chichakligicha mushta pishirib olsak bo'ladi. O't ishtikkasi bo'lmaydi, ya'ni suz o'tda mushundaq chiroyli pishirib elib olamiz do'stlar. Hammamiz yaxshi ko'rib kelayotgan tovoqlarimizdan yarshig'i sambozimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilda mushkul usulda tayyorlab beqinglar, tilinglarda qoladi. Agar mazmunim yorgan bo'lsa, yurak besib inkasraynigacha haqsiz gullarni yo'lab qo'yishni unutmanglar.